Bugungi videomiz Damas haydaydigan akalar uchun bo'ladi. Life hack. Xo'p, rul tekis turganda signalimiz как положено chalinaveradi, lekin rulni burib qo'yganimizda ko'rishlaringiz mumkin, signalimiz umuman chalinmaydi. Bu yerda endi tagini ochib olganmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu signalimizning spitaniyasi bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, bu esa rulni tagidagi tili bo'ladi. Hozir bu rulni listiga tegmayapti. Endi rulni tekislaymiz, boyagi chalinayotgan holatiga. E'tibor beradigan bo'lsak, mana signal tili rulimizga tegib turibdi. Endi mana chalinyapti. Holatda tegmayapti. Signalimiz chalinmayapti. Endi tilni listga yaqin qilishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Oddiy bitta ploskiy yordamida qo'ramiz. Hozir mana ploskiyimizni kirgizib olganmiz. E'tibor berib turamiz til joyiga. Buni tepaga qarab qayiramiz. Ya'ni tepaga shunday qayirganimizda ko'rishlaringiz mumkin, tili listga tegdi. Buni endi yaxshilab qayirib qo'yamiz. Просто life hack sifatida ko'rsatib qo'yapman. Ko'rishlaringiz mumkin, signalimiz как положено ishladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, tarqatib qo'yamiz.